yoshligimizdan bo'lgan juda ko'p travmalarni gapirib kelaman, lekin ota-onalar tarafdan ham bu narsaga qarash kerak. Ya'ni ular bizni ayab berishmagan travmalar bor. Men misol Lyuboy musobaqaga qatnashib, qanaqadir o'rin olib kelsam, misol tez o'qishda 15-o'rinda oldim, siz malades o'g'lim, harakat qil, bundan ham zo'r bo'lasan, muhim ishtirok. Hech qachon aytishmagan. 15-o'rinda ham olaman 25 ta odam ichidan. Nima senga doktorlarning pocherkida kitob tushirib berdim yo teskari qilib tushirib berdim kitobni? Qanday deyishmagan. Men misol yoshligida chizib borgan rasmni eslasizlarmi haligi? Boshi qornidan katta, ikkita, bittasidan katta, qo'lidan 3 ta barmoq chiqib turadi, chizib borasiz-ku. O'shunga qarab turib, zo'r o'g'lim, o'z ustingni ishla, yaxshi bo'ladi deyishgan, to'g'rimi? Hech qachon kim mana kallasi katta menmanmi? O'zing ahvolingni ko'rganmisan? Lakatir qulog'ing ahvolini demagan. Men misol siz qanaqadir idish sindirib qo'ysangiz, ha, o'dalanmay o'l, palakat deb o'zi qanaqadir idish sindirib qo'ysa, "Voy o'lmasam, kelgan palakat shunga ursin" demagan. Alloh o'zi kechirsin, oxirgi juda aldadim, to'g'ri, lekin qolgani 100%.